Aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bizda 12 ming obunachi bor kanalimiz sotuvga keldi. Hozir batafsil holatda sizlarga tanishtirib o'taman. Eng ko'p ko'rilgan videolar 700 ming, undan so'ng 500 ming prosmotr bo'lgan, shortsga nisbatan yo'q. Demak, uzun video qo'ysanglar, normal holatda ishlasa bo'ladi. Xo'p, kanalimiz lekin statistikasi ancha xavf ekan do'stlar. Statistika deyarli tashlab yuborgan, boshqatdan video qilib kanalni noldan ko'tarish kerak. Xo'p, sizlarga bitta foydasi bo'ladi mana. Kanalimiz bitta foydasi, ichida AdSense bor do'stlar. Bemalol AdSensedan foydalansanglar bo'ladi. AdSense faol turibdi, kuyib ketmagan. Ya'niki biron bir pul ishlab turgan kanallar bo'lsa yoki kimgadir AdSense sirazi kerak bo'lib qoladi-yu. Sirazi AdSense kerak bo'lsa, mana AdSense'ga ulab bemalol foydalansanglar bo'ladi. AdSense toza, mana xudo xolasa, chunki kanaling yopilib ketmagan. Lekin pin kodlari kelmagan ekan do'stlar, AdSense'ni bog'lab bemalol pin kod chaqirib olsanglar ham bo'ladi. Pin kod xizmatlari kerak bo'lsa, uni ham kelishiladi narxi, chaqirib beramiz. Xo'p, 11 mingta odam, 12 mingta odam bor ekan do'stlar. Kanal narxi hozircha 950 ming deyapmiz, ya'ni kelishiladi do'stlar. 950 deyapmiz, kelishamiz. Faqat AdSense sifatida olsanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasa 12 mingta obunachisi bor, shu obunachi soniga olsanglar bo'ladi. Obunachi soniga. Lekin kanal faol emas ekan. Men faolroq deb o'ylagandim. Sal xafaroq ekan. Buni sal video qo'yib joylantirish kerak. Xo'sh, ikkita variant bor. Birinchisi 12 mingta odam bilan kanalni oyoqqa turg'izish. Ikkinchi variant AdSensedan foydalanish. Men AdSensedan foydalanishni taklif qilardim. Chunki tayyor AdSense bor. Bemalol kanallarga ulab pul topsanglar bo'ladi, daromad qilsanglar bo'ladi. Hozir AdSense ochishgan do'stlar qiyin bo'lib ketgan, ko'p vaqt ketadi. Bu tayyor AdSense, tap qilib olasizlar bo'ldi. Bu tayyor AdSense so'raganlarga tavsiya qilaman. Yana o'zingizlarga qaranglar. Aniq oladiganlar bo'lsa 99 lik 791 32 32. Faqat Telegramda yozamiz, bilasizlar do'stlar. Telefon qilmanglar. Telefon adminlarim ishlatyapti telefonni. Xo'p, faqat Telegram orqali yozamiz. Salomat bo'linglar.